Agar siz kompyuter bo'yicha kursga bormoqchi bo'lsangiz, iltimos mana shu xatolarni qilib qo'ymang. Ko'pchilik o'zini kompyuter bo'lmagani uchun offlaynga o'quv markaziga kursga boradi. Markazda ularga 2 soat davomida foydalanish uchun masalan noutbuk beriladi, lekin uyga olib ketishga hech kim noutbukini berib yubormaydi. Uyda dars qilmaganingizdan keyin albatta kurs bo'yicha yaxshi natijaga erisha olmaysiz. O'zimning o'quvchilarimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni shaxsiy noutbuki yo'q bo'lgan, o'zini noutbuki yo'q bo'lgan o'quvchilar yaxshi natijaga erishmagan. Bo'lsa o'rtacha natijaga erishgan bo'lishi mumkin, lekin zo'r bo'lmagan. O'zini noutbuki, kompyuteri bor bo'lgan o'quvchilar har doim nisbatan yaxshiroq natijaga erishgan. Misol uchun Word, Excel o'rganishingiz uchun sizga 500 minglik, ya'ni rабочийsi 500 ming, 600 ming, ja bo'lsa 1 million turadigan noutbuk ham bemalol yetadi. O'shaning uchun birinchi o'rinda noutbuk yoki kompyuter oling, keyin offlayn bo'ladimi, onlayn bo'ladimi kursga boring. Lekin noutbuk olishingizdan oldin ham bitta maslahat qiling. O'sha siz o'rganmoqchi bo'lgan sohaga olmoqchi bo'lgan noutbukingiz to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bu videoni bo'lsa kursga boraman deb yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying. O'zingiz ham, ular ham mana shu xatoni qilib qo'yishmasin. Salomat bo'ling.